Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimiz bolasi juda bo'sh, layoqatsiz, o'zlashtirish juda sekin, bolalar bilan chiqishib ketish, munosabat qurish juda qiyin bo'lgan bolajonlarimiz uchun bu uy sharoitida bemalol qilsangizlar bo'ladi. Bizga nima kerak bo'ladi? Oddiy stakan va no'xat kerak bo'ladi. No'xatni stolning ustiga mana shunaqa stolning ustiga qo'yib olamiz. Sekin astalik bilan no'xatni qo'lning ustida yurg'izamiz. Bu bolani melki motorikasini rivojlantirish uchun. Sekin rivojlantiramiz va keyin uni sekin ushlashni mashq qildiramiz. Chunki biza hozirgi qiladigan mashqimiz uchun juda kerak. Buni ushlashni, shaklini miya sekin eslab qoladi. Undan keyin sekin mana bunaqa ushladi. Ushlashni o'rgangandan keyin stakanni olamiz. Bu uchun bizga kerak bo'ladi stakan bilan oddiy shar. Oddiy sharni sekin otganimizdan keyin bunga olib solishimiz kerak va buni qayta ushlab olishimiz kerak. Ya'ni otamiz yuqoriga olamiz, solamiz, yana ushlab olamiz. Bu oson mashq emas. Buni qayta qilaverilsa, bola juda tez bo'ladi, o'zlashtirishi juda yuqori bo'ladi. Chunki ham ko'z markazi, ham mo'ljal olish markazi, ham melki motorikasi shu bilan birga ishlaydi. Bu mashqni doimiy qilib yursa, bola juda intellekti juda yuqori, hamma narsaga tez chiqishib ketadigan o'zlashtirishlar yuqori bo'ladi. Lekin bu mashqni doimiy qilib yurish kerak. Bir marta, ikki marta yoki bir hafta shug'ullanishni o'zi yetarli emas. Hozirgi o'rgatadigan mashqim asosan diqqat yetishmovchilik bolalar uchun. Shu o'zlashtirishni yaxshilash uchun mana shu mashqni qilishimiz kerak. Chunki diqqat markazi, yozuv chizuv mashqlari, musiqa, eshitish markazlari ikkita yarim sharlarda joylashgan, ya'ni bosh miya yarim sharini o'ng va chap yarim sharlarida. Alohida markazda ikkita yarim sharda joylashgan. Bu uchun bizga nima kerak bo'ladi? Oddiy list, ikkita oddiy flomaster bo'ldi. Bu miya nimachi oldim? Bu mana bunaqasiga listni ushlab turadi. Chizganimizda listimiz yurib ketmasligi uchun, chunki sathimiz juda silliq. Buni olamiz birinchi. Oldik. Listga dumaloq tochka qo'yib chiqamiz. Keyin ikkita qo'limizga ikkita markerni olib, ikki tomondan birlashtirishimiz kerak. Bu bolamizni miyasini ikki tomon, ya'ni ikkita yarim sharni ham rivojlantiradi, ham diqqatini juda mustahkam qiladi. Ikkalasini ham bitta nuqtaga kelib birlashtirishimiz kerak. Qo'limizni uzmasdan, bu qo'lim uzilib ketdi-ku. Qo'limizni uzmasdan ikkalasini sekin olib kelib birlashtirishimiz kerak. Bu shakli har xil bo'lish farqi yo'q, asosiysi uzmasdan olib kelib shu bitta nuqtaga juplashtirsak bo'ldi. Bu bolamizni ikkita yarim sharni ham juda yaxshi rivojlantirib beradigan mashqlarimizdan bittasi. Buni doimiy qilib yurilsa, miya yarim sharlarimizni ikki tomoni ham ishlaydi. Asosan unaqa odamlarda chap yarim shar kuchli rivojlangan bo'ladi. Lekin bola kelajakda intellekti juda yuqori, hamma narsani tezda o'zlashtiradigan, hamma narsani uddalay oladigan bo'lishi uchun ikkita yarim sharimizni ham sekin-sekin rivojlantirib boraverishimiz kerak. Ya'ni bola faqat to'pni bitta oyog'ida tepadigan bo'lsa, o'ng oyog'ida, keling uni bolani chap oyog'ida ham tepishni o'rgatishimiz kerak. Bitta qo'lda yozadigan bo'lsa, faqat o'ng qo'lda, ikkinchi qo'lda ham yozishga harakat qildirishimiz kerak. Bu ikkala yarim sharimizni ham ishlashiga yordam beradi. Mana ko'rib turganlaringizday, men ham o'naqayman, o'ng qo'lim doimiy dominant, o'ng qo'limda ko'p ishni qilaman, lekin chap qo'limda ham harakat qilaman. Shu uchun o'ng qo'lda chizgan chizmalarim chiroyliroq chiqqan. Lekin bu tomonga e'tibor bersak, sekin astalik bilan mashqni qilavergan sari mana 4 marta qaytarishda o'zi 4-inchisi chiroyli chiqdi. Bu degani siz ikkala qo'lni ham, ya'ni ikkala bosh yarim sharlarni ham ishlatishga harakat qiladigan bo'lsangiz, bolangiz boshqa bolalarga nisbatan o'zlashtirish, aqli, xotirasi, diqqati juda zo'r bo'ladi. Bundan tashqari juda ko'p mashqlar bor. Bosh miya yarim sharlarni ikkita tomonni ham ishlatadigan. Bu faqat sizlar uchun ikkitagina misol. Buni ko'pchilik har xil qiziqtirib bolalarga qilishingiz mumkin. Mashqlar soni chegaralanmagan. Faqat ikkita qo'lda ham bir xil mashq qilinsa bo'ldi. Diqqat, e'tibor bilan. Videomizni kommentariyasida bemalol yozib ketishingiz mumkin. Darslikni qayerda tushunmovchilik bo'lyapti, qayerda kamchilik bo'lyapti. Bu bizning birinchi darsimiz. Sizlar uchun foydali bo'lishga harakat qilyapmiz. Agar sizlar kamchiliklarni, takliflarni yozib ketadigan bo'lsangiz, shunga yarasha takomillashtirib boraveramiz. Bu videolarni kuzatishda davom eting. Bundan yaxshi videolarni doimiy shu kanalda qo'yib boramiz.